Birega salon olib mingan 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya mexanik korobka Cobalt do'stlar. Mashinamizning kraskasi 100% toza, yechilgan hech qanday defekt yo'q. Bugun barabaramiz ustalarga ko'rsatib tekshirib xarid qilaverasizlar. Metan gazlari bor, 4 yumshoq bosh balon, LED faralar qo'yilgan mashina. Rezinka poliklari döşalgan ishlarini, chexollar gizilgan yaxshidan. 247 ming probeg. Mexanik korobka mashinamiz do'stlar, konditsionerlar ham buzat turibdi. Mana salonlari, kraskasini, probegini menga javob mashinani. Olib azatib bunasini. Do'stlar 2015-yilda salondan olingan bir qo'l mashina. Bahosi 85 million so'm. Ustida yap soda qilib olarasizlar. Qizg'uvchilar bo'lsa, qo'shib avtomarketda sotib qo'yildi mashinamiz, kelib xarid qilaverasizlar. Barter ham ishimiz, barter ham mashinalarimiz bo'lsa, kezidan ustida pulni yig'sak, barter ham qilamiz.